Yodingizda bo'lsa, birnog'i yillar Hasanboy bilan Fatima, Husanboy bilan Zuhraxonlarning boshini ikki qilib, to'ylarga ulanib, kelin-kuyovlar bir etak farzandli bo'lgan edilar. Bugun farzandlarni o'qitish, tarbiya berish juda muhimligini qahramonlarimiz yaxshi tushunishadi. Shu sababli ular bolalar uchun eng munosib bog'cha izladilar. Hasanboy Rossiyada tushungan eng katta haqiqati shu ediki, ish bilganga 1 tanga, til bilganga 1000 tanga. Shuning uchun ham u chet tillarni o'rgatadigan bog'chalarni alohida saraladi. Har kun akasining telefonidan Masha Medved ko'radigan kichkintoyi ham Solnishkaga boraman deb turib oldi. Hasanboy ham rozi. Axir o'zi ham Peterburgda qancha qiynalmadi deysiz. Husanboy esa bolajonini mahalladagi Boychechak degan bog'chaga olib bordi. Uning aytishicha, bu bog'chada avvalo bolalarga sel quyoshni yodlatishar, o'yinlar o'ynatishar, salom berish, navbatda turish, ovqat yeyish kabi oddiy narsalarni o'rgatishar ekan. Bolaga eng birinchi odobni singdirish lozim ekan. Chet tilini maktab yoshida ham o'rganishga imkon bo'ladi. Sodda Husanboy. Hasanboy juda hayron qoladi shu ukasiga. Qayerdagi narsalarni o'ylab yuradi qurmog'ur. Mana Hasanboyning toychog'i 3 oyki Solnishkaga boryapti. Bog'cha naq akademiya. 3 oyda qancha she'rlarni shatirlab yodlab tashladi. Ruschada-ku ancha-muncha gapiradi. Inglizchada ham 10-15 ta so'z yod olgan. 10 so'z aytsa 4 tasini ruschada aytibdi. Navbatda turishni esa Peterburgda ham o'rganib olsa bo'ladi. Xo'sh, siz farzandingizni qanday bog'chaga bermoqchisiz?